hammasi 2003-yilda Lugansk shahrida radiatorlar ishlab chiqarish bilan boshlandi. Dastlab Luzar kompaniyasining mahsulotlari Lugansk avtomobil radiatorlar zavodi, Avtozaz va IG Avto zavodlari uchun mo'ljallangan edi. Va 3 yil o'tgach Ukrainaning Avtozaz, Devo va O'zbekiston uchun avtomobil ishlab chiqarayotgan Uzdevo korxonasi tomonidan xorij avtomobillari uchun radiatorlar turlarini kengaytirish talab qilindi. 2011-yilda Sankt-Peterburgda radiatorlar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yiladi va rejalarga ko'ra mahsulotlarni ikkilamchi bozorda yoki avtomobil ishlab chiqaruvchilarning konveyerlarigacha yetkazib berilishi kerak edi. Ammo talab kuchliligi uchun Luzar brendi ostida ishlab chiqariladigan radiatorlar hozirda Rossiyaning amaldagi 90% avtomobillarini qamrab oladi. Korxona shu qadar katta hajmga chiqqanki, avtomobil sovutish radiatorlarining o'zida 700 dan ortiq tovarlar ro'yxati mavjud.